Ko'p yashang. Rahmat, bo'ladi. Bo'ldimi? Belim og'rib ketdi. Uka, men qara. Bitta narsani kelishib olaylik, ikkalamizniki bir xil chiqsin. Sen qaynotamizni nima deb chaqiryapsan? Hech narsa? Hech nima demayapsan. Men ham hech nima demayapman-da. Endi g'alati-yu aka. Shu. Ha, qizingiz yaxshi. Xo'p, dadamga salom aytib qo'ying, oyijon. Voy iblos. Uka, men qara, qaynopang, kenayni bitta joyga borib kelishim kerak edi. Mashinani mo'ka qilib kelgin. Menga aytyapsizmi? Boja, endi boja-bojaga ish buyursa g'alati bo'lsa kerak. Nima? To'yda oldin akam mashinangizni yuvib kelib beraverdim, o'zi yalinib yurardi. Shu ukam bilan bekor boja bo'ldim-da. Kelin, opangiz qani? Bilmadim, pochcha. Ha, bo'lmasa tuflimi kremlab, choy damlab bering. Nima bu kenay? Dog' ketmagan. Chala yuvgansiz-da? Sardor aka, ruxsat bersangiz bugunga borib kelardim. Opa, siz o'tgan safar borgansiz-ku. Endi meni galim. Bilmadim, oyim seni sog'indim, sen kelgin dedilar. Nima? Sizmi? Oyimi? Voy, yangilik-yu. Kenayi? Labek, Singlingiz qayerda? ukangizdan romantikani urgansiz bo'lmaydimi? Sinimga har kuni gullar sovg'alab olib keladi. Yaqinda iPhone ham olib berdi. Sardor aka, Hov. bugun oyimni tug'ilgan kunlari edi. Nimaga tabriklamadingiz? Men qayerdan bilaman? Ana, ukangiz borib tabriklab, sovg'alar berib ketdi. Yo'q-a. Ukam shunaqa qilibdimi? Uka, bu yoqqa chiqqin. Mana shu katta kelin jajjonga tegdi-da. Bir palakatmi deyman-a? Kim tarbiya bergan? Oyim. Opangiz deya. Endi kuyovim baraka topsin, otasiga ming rahmat. Ko'rdingizmi? Oyim ukangizni maqtab, otasiga rahmat deyaptilar. Nima farqi bor? Baribir otamiz bitta-yu. Kallam ishlamaganini qarang kelin. Bitta joydan ikkita kelin qilamanmi, a? Ikki joydan qilganimda ikkita qudamdan ko'proq sovg'a kelardi. Xotinga singdam san bilan ko'rishgani borganimda nuqul sening adangga aytib berardi. Oxir ukam bilan tanishtirib qo'yib qutulganman. Aytgancha kelin, ukam sizga Nargiz haqida aytib berganmidi? Yo'q, qanaqa Nargiz? Ha, aytmaganmidi? Hozir kelaman, ha. Sal surilchi. Nima qo'tiribsan? Aka, shu Nargiz temasini bekor ochdingiz-da. O'zi ne chiqdingiz? Ya ko'rmaysanmi, keling qattandir dile temasini eshitib qopti. Ha? Ey qara ko'zim, qara ko'zim. Jannatim bojam, qolmang. Ukam bilan boja bo'ldim shu ahvol. Odamlar bojasini oyda yilda bir ko'radi. Meni turuq sovuq bojam har kuni peshonamda. Sardor aka, kiyishga qishnim ham qolmabdi. Yangi ko'ylak olib bering. Jinnimisan? Hozir senga ko'ylak olib bersam, sening xafa bo'lib qoladi-yu. Xafa bo'lmaydi. Mana hamma eski kiyimlarimni sinimga beraman. Kechirib qo'yasiz. Shuncha yil kiyganimiz yetadi. Aka, shu qiziqda farzandli bo'lsak, bolalarimiz amakivachcha bo'ladimi yo xolavachcha bo'ladimi? Yarim kechasi mana shunaqa vaqtimni olib o'tirsang, ikkalasi ham bo'lmaydi. Oyijon, ishlarim o'qib bo'lib uyimga borsam maylimi? Voy, kech bo'lganda nima bor? O'tgan hafta ovsiningiz borib keldi-ku. Men bormadim-ku. Nima farqi bor? Opingiz-u, baribir bitta uyga borasizlar. Ha, bojali bo'lsam, billa biznes qilamiz, katta-katta pul topib bir-birimizni poddeshka qilamiz deb niyat qilgan edim. Hayolimga ham kelmagan ekan, bojamni ham qo'shib boqish. O'la, setak. Oyjon, kichkina sinimga ham sovchi kelayotgan ekan. Yo'q, yaxshi-yu. Kichkina qaynukamga ham kelin qidirib o'tuvdinglar. Xayolingizga ham keltirmang. O'zi bitta xatoyim bir-biriga yetadi. Oyi, lekin uni sevardim. Aka, menga birorta ish qilmaysan deysiz. O'zingiz biling, nuqul telefon o'ynab o'tirasiz. Asad aka, adam etdilar. Qaysi kuyovim kelib biz bilan yashasak, uy-joy hamma narsani beraman dedilar. Yo'q, Rostdanmi? Xotin tezlash. Hadi sizlashing. to'xtanglar, qayerga ketyapsizlar? Shunda aylanib kelaylik. Biz ham Men qara, oyning ichiga kirdi. 18. Shuni 3 ga ko'paytiramanmi? Men siz oyingiz bilan adangiz oyijon, adajon deyman. Hech bo'lmasa tug'ilgan kunlarda oyijon deng. Hayotda aytmayman. Xullas, tug'ilgan kunim bahona sizlarga bitta yangilik aytmoqchiman. Avvallari o'ylardim. O'g'limiz yo'q, bor uy-joyimizni, hamma narsamizni. Qaysi qizim bilan kuyovim biz bilan yashasa, o'shalarga beramiz deb niyat qilganman. Tur. Oyjon, biz uyga ketdik. Borib joylashib turamiz. Darvozaxona oldidagi xonami? Yo'q, tushunmadinglar. Bu gapim bilan men eng xushmuomala. Oyijon.
bilimli. Orazinca toch ko'zimdan sochilur har lahza yosh. Bilasizlarmi? Navoiy bobomiz 16 yoshlarida butun dunyoga mashhur bo'lganlar. Men ham 16 yoshimda ves mahallaga mashhur bo'lganman. Yosh narsa. Eng mehnatkash. Men ozgina ishlarim bor edi. Men to'kib kelaman, to'kib. Meni qattiq hurmat qiladigan. Baxtu davlat, boshimdagi toj. Hozir ukangizga berib yuboradilar. Siz ham turib tabriklang. Aha. O'xshashlikni qarang, mana bu yil ilon yili ekan. She'r ayta qolay. Shunaqa niyatlar qilib turgan bir paytda kutilmaganda hayotimga Jon kirib keldi. Hammaga salom, yaqinlarim. Jon? Azizim Jon, kuyovim tug'ilgan kunimgacha Shohruxxonni olib kelmoqchi edi. Olib keldingizmi kuyov? Hozir. Jon, Shohruxxon kenja kuyovimga o'xshab ketarmikan? Ha, uka maktab bitirganda endi bog'chaga chiquvding. Sen bilan boja bo'laman deb xayolimga ham kelmovdi. Aka, bojani ko'rganda Sardor aka turing. Turing. O'zi hozir uxladi-ku. Turing, ko'chani supurish kerak. O'zing supuraver. Ko'cha qop-qorong'i, qo'rqaman. Sen chiqib turaver, hozir chiqaman. Ko'ylaklarni yarashganini. Bunaqasi ham bormidi? Uch. Ketdikmi Sardor aka? Assalomu alaykum. O'zini hech kun supurish kerak. biz ko'chani supuramiz, sizlar hovlini supursanglar bo'ldi. Uka mana boja bo'ldi. Endi aka-ukalarga o'xshab emas, bunda bojalarga o'xshab gaplashaylik. Haqiqatdan sigaretni oling, Tushunmadim. Keyin olti chekmoqchimisan? Nima qildi bojamiz u? Oyijon, bizdan xavotir olmang. Biz bu yerda ahil bo'lib yashayapmiz, mazza qilib, to'g'rimi? Bo'pti, oyijon, yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Uka o'rtoqlaring qilib detski, to'yda o'rtadan chiqmasdan sakir urib odamni sharmanda qildi. O'zingiz o'rtoqlaringiz bilan chol bo'lib yotdi. Yana bolalar bilan kelib olganmen. Charchadim. Keling, oyijon, qo'llaringizni massaj qilib qo'yaman. Opa, bunaqa massaj qilmaydi, sekin, avaylab massaj qiladi. Ay, yo'q, sen hali massaj qilishni bilasanmi? Uyda tuxum pishirishni ham bilmasding-ku. Men zato dazmol qilishni bilaman. Opa, ichkariga kirib ozgina dam oling. Qolgan ishlarni o'zim qilib qo'yaman. Voy, rahmat, Sina. Oyijon, yaxshi kelin bo'lib hamma ishlarni o'zim qildim. Opam haligacha yotibdilar. Voy, Opa, osh quvvatuvdim. Piyozdan keyin nima solinardi? 2 kosa un solinadi. Yo'g'i yaxshi bo'ladimi? Ha, zo'r chiqadi. Xo'p. Nima bu? Ovqatni kim qildi?